Assalomu alaykum chorvador aka ukalar. Barchamizni chorvamizga Alloh taolo baraka bersin deya Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Qatamon mahallasidan Nurullo aka ham o'ptimcha arzonchini xonadonlariga yetib kelganmiz aka. Bittadan like bosib tursangiz mana bunaqa realni yeb ichib turgan joydan ko'rsatib berishga harakat qilamiz aka. Molni bilasiz, Nurullo aka ham o'sha 19 yosh atrofida mol olib keladilar. Hali oxirgi qolgan 5-6 tasini Nurullo aka meni foydasi qiziq emas. Agar kimdir e'tibor berib shu ekani kuzatsa, aka deyarli hali ziyoniga qo'yadi demaymiz-ku, yolg'on gapirib. Aka deyarli shuni bo'shatishga qo'yib tashlaydi. Maza qilib ko'ring. Mazmunli, ma'noli videorolik qilamiz. Hafta kuniga 8-aprel barakali yomg'ir aka hammamizga qulli bo'lsa qayda yog'yapti? Kommentariyada yozib ketasiz. Nurullo aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bizda yozyapti, yozib qo'ying. Yog'yapti, yozib qo'ying-ta bizda. Yaxshimisiz aka? Nima gaplar? Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r aka. Xudo o'zi soniga aka, ostda o'zi ozgina qochamiz qoldi. Kattalarini, kichiklarni ancha sotdik aka. Xo'p. Xo'p, xudo o'zi narxini o'ta qulay qilamiz aka. Realni qulay qilib berasizmi aka? Bugun xudo o'zi bundan qo'limiz bo'shab aka, yangisiga qiziqamiz inshaalloh. Xudo xolasa, gap so'z yo'q. Shundan aka oldi qochdi mol qolmagan akalar. Molni xudo xolasa sifat sorti yaxshilari qolgan. Voy ko'ring. Ay maşallah. O jonivorlar. Turish nima deyapti? Voy ko'ring. Oldi oyoqlari polvon. Qarangda oldi oyoqlariga. Bular akalar, mana shu Nurullo akamdan mol olishda men do'stona o'zim maslahat beraman. Zakas berib bo'lsa ham oling, sababi yaxshi mol olib kelib sotadi. Hali misol uchun oldindan telefonlasangiz videoga chiqmay turib ham tashlab beradi. Keyin insof bilan sotadi. Hali birov jarga yetar yormaydi. Misol meni sharoitim mana bunaqa desalaring, tushunib muomala qiladi. Hali gap unday emas, shu odamni ko'pchilikning ichida yurib, kimda xarakteri qanaqaligini aka besh qo'ldek bilib olganmiz. O'shanga aytayapman. Bemalol aka aloqaga chiqaverasiz aka. Oybek videoni cho'zmaymiz aka. Biz 6 dona molimiz bo'lsa aka. Qara. Ikkita kattasini chiqaramiz. Mana birinchisi. Mana yirikroq, ha? Mana ikkinchisi. Bu ovqatdan hali qilmaydi. Mana sifat sortiga ahamiyat berish kerak. Qarang. Tushunarli. Ikkinchisi aka. Mana shvetimiz uchinchisi aka. Ikkitani bitta qaraylik. Bo'ldi, gap so'zi. Mana shvet. Mana shu yetim yaxshi mol ekan, ha? Orqa ko'rishga ham hammasi ingichka emas aka. Hammasini oyoq qo'li polvon. Molni tanlab olganman, oyoq qo'liga ahamiyat berimki. Oyoq ingichkasi yo'q molda. Tushunarli. Ko'rishni ko'rsatmalarda birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'ldi. Akalar mana 1, 2, o yirikrog'i 3. Mana shu o'zi ichida 3 ta yirikroq ajrab turibdi. Hop, nech pul? Hop, uka, uchalasini bir joyga tortdim deganga uka. Aka. Bugun aksiya bo'ladi akalar. Mana narsani qancha qo'ydik? Uka, 11,5 million moldan bor edi. To'g'ri. Shular bilan tortishaveradigan, shunga bas kelaveradi shu mollar. Uka, mana narsani 11 ham yo'q. 10 million 800 mingdan bersa uchalasini olishdi. Barakasini Molni bersin. qo'shib qo'yamiz akalar. Hay maşallah, yeyishini akalar. To'g'ri akalar, 10 million so'mga 1 metrli mol qo'yish mumkin. Lekin ertaga boqsangiz mol bo'ladigan, eshak bo'ladigan mollar bor-da akalar. To'g'ri. Shuni tushunish kerak, achchiq haqiqat. Xudo xolasa akalar, boqib baraka topadigan molni ichida birorta bir Mana shu 3 ta akalar. ertaga boqsangiz mana yurak uka bitta sifatsiz mol olsang ham og'ringda tursa, To'g'ri, yuraging orqaga tortadi. Aka, meni uyimda bitta shunaqa mol bor. Shu molni bekor olibman-da degan akalar savol bo'lib qolsa, o'sha og'riq o'zi yetadi odamga. Aka, meni uyimda shunaqa mol bor haqiqatdan. Dangali. Realni uka 15 kun oldin gaplashdik. Mana molni 19 millionga olsa kerak dedim. Kecha bozorga chiqdim uka. 15 kun o'tdi oradan. Molning narxi 21 millionning ustida ekan uka. Kecha bozorga chiqdim. Molning narxi oshgani hisobiga ko'rdim, narx-navoni ko'ryapmiz uka. Normalni qo'shilib qo'yibdi. 9 milliondan qo'ydik akalar. Maqtanish emas, 9 milliondan qo'ygan buqachalarimiz bozorda 9,5 million 700 mingga bermayapti. Savdogar realni lekin. Savdogar bilan dehqonning farqi nimada desangiz aka? Arzon joyini qidirib topamiz akalar. Bizni ishimiz shu bo'lgandan keyin arzon joyini qidirib topamiz. Imkon darajasida. Aka, mana shu gap to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Haqiqatan Shahidon bozorida ish bitmagan qancha odam keldi, kecha qishloqda ancha mol tugab ketgan. Bitta gap aytaman. Bozorda aylanib yurganimda bir kishi o'sha mayda savdo qilayotgan ekan, 3 tasini olib kelib berdi. O'sha odam olib keldi. Realni 9 milliondan beraman dedim, ishonmadi. Uka, moling cho'loqmi, boshqami dedi. Uyga olib kelib berdingiz. Berdim 3 tani. Yolg'on gapda kerak yo'q akalar. Yolg'on gap o'zi yetarli endi. Yolg'on gap gapirgan odam endi musulmonmiz, yolg'on gap kerak yo'q ekan. Ishni boshidan hali bo'lar bo'lmasa gapni gapirmaylik. Uka, mana shu kichkimiz bor, birinchi ajjal. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi ko'ring. Qizlar bo'lsa sementalni berishyapti. Narxi ikkalasi Oybek. 8 million 800 mingni olishdi uka. Aka, mana shular narxini. Bo'shi. Barakasini bersin. Mana bu semental gibrid akalar. Sariq ola bo'lsa semental gibridmi? Unaqa savol bo'lmasin. Tuyoq oq ekan.
O'sha alomati bor. ha, hashaki mol emas mana ham. 8 million 800 dan olisdan baraka topsin. Yer turibdi, ish turibdi aka. Sog'lik salomatlik yaxshi. Dalasi bor odam bo'lsa, kecha mana jiyanim bor edi. Bozordan kelganimcha ko'kka qo'yib yuboribdilar. Ya mol bo'lsa ko'kka qo'ymadim. O'tlab turibdi bir chiroyli. Ha, Dalangiz bo'lsa, bog'ingiz bo'lsa qo'yib yuborsangiz, qo'ydi o'rnida ham yuravergan narsa. bo'ldi, tushunarli. Bitta mana yaltiroqni hech pul deymiz. Sirg'alini. Hajjana. Baquvvat bu. Akalar kelish narxiga qaraymiz. Mana uni Oybek 10 million 200 ming so'm berib olasiz aka. 10 million 200 ming so'm. Hammasi tekkiz. Qanchadan to'g'ri keladi? 10 danmi yo 98 danmi? 10 million 8 dan qo'ydik nari kattalarga. 10 million 8, 8 million 8, 1 million 200 dan topib o'tganda 10 million bo'lardi. Ikkitasi 2 million 400. 8 dan 8 dan 3 tasi. Hozir bitta tushib beraylik. 2 million 400. Aka bo'ldi, hisobdayini. 2 million 400 olar ekan 3 tasini 8 dan laxtaga, 1 million 200 dan 2 tasi 2 million 400 olar ekan. Bittasi qolib ketadi. Kekrasi 10 million, bitta 10 million 200 lik qolar ekan. Endi shu 200 ni yutib qo'yasiz 10 milliondan ekan. Yo'q, bu mana bu ikkita uka qara. Ha, narigisi 3 ta. 8 dan 2 million 400, bularga 1 million 200 dan qo'shilsa 2 million 400 to'g'rimi? Hammasi qanchadan bo'lyapti shunda aka? O'shanda bitta mana oxiri qo'ygan 10 million 200 ligimizdan senasi oshib qolyapti. 200 ming so'm laxtaga bo'lib qolyapti. Hammasi bir joyga tortdim. Bog'im bor, dalam bor degan obunachilarimga 10 million so'mdan ketdi. Mana Alloh barakasini bersin. Menga arziydigan narsa qolgan yo'q lekin. Barakasini bersin, otangizga rahmat. Akalar, mana kitobini yopib qoldik. Sog'lom yeb turgan variantdagi mollar kimga kerak bo'lsa ashib qo'yaman akalar. Ana shu bor, mana shu o'ta boshqacha bo'lib qoladi. Akalar, muqlarsiz. To'xtatma aka, ana shu ko'rsataylik. Bo'ldi, ketdik akalar. Realni o'tib ko'rsatamiz. Bo'ldi, gap so'z. Hech qanaqa pauza qilmaymiz. Haligi bu aka chorvaga qiziqtirish bo'ladi. Har doim aytaman, odamni ichidan nima o'tsa o'sha hali bu yerda maqtanib gapirilgan yo'q. Shuni to'g'ri tushunasiz-da, hali ayrim misollar bo'lishi mumkin. Mana realni akalar 19 million pichkamiz mana shu molda ham. Bu simital gibrid. Simital gibrid deb o'zim olganman, lekin sotgan odam fermadan fermenniy varianti qilib olib chiqqanman dedi. Lekin molda ikkala ko'zi nuqsoni yo'q. Mana tumshuqda ozgina dog'i borligi uchun men gibrid deb olganman, lekin toza bo'lishi ham mumkin. Toza bo'lishi ham mumkin. Chunki molda Oybek 3 oy bo'ldi olganimga 14 million 300 ming so'mga olganman. 14 million 300 ga 3 oy oldin olgansiz. Olganman. Shu atrofida edi. Hozir mol 1.22 shunaqa chiqadi. 1.20 shunaqa chiqadi. Chiqadi xotirjam aka. Metrmen qayda bilmayman hozir. Metrlamadik. Mol 1.20 chiqadi. Xotirjam chiqadi 1.20. Narxini endi bilmayman akalar qancha hozir. Aka, asli talab tozalar bor, mana shu molni yuvib, yalab yulpab turib qo'ysa, aka 30 million, 28 million ham qo'yib qo'ygan. Yo'q, qo'yar uka. Men qo'ysam, endi buni narxini pichishmayapti. 22 million, 23 million atrofida hisoblayman shuni. Bo'lsa shunaqa. Mana ikkinchi uka. Enasini sutiga to'lgan mol edi mana shu kichikligida. Yoshligidan parvarish qilayotgan o'zingiz, lekin orqa stoykasi zo'r buni. Molni oyoq qo'lini qara, oyog'ini polvonligini uka. Oyoq Bu ikkinchisi uka. Polvon. Bu uyda boqilayotgan mollar bu narsa. Mana hibrid ko'rsatdi. Ha, jonivor. Tagi 11 million 300 ga olganman akalar. O'tgan yili. O'tgan yili deb qancha bo'ldi? Oyini aytib keting, 6 oymi? Avgust sentyabr oyida adashmasam. Ha, zinach 8 oy, 7 oy bo'lyapti. Kuz paytida. Yo, jam choyimlik emas, o'sha 7 oy bo'lyapti ekan-da, to'g'rimi? 7 oy bo'ladi. 7 oy, o'shanda yog'i avgust bo'lsa 5 oy raznica qiladi. Biz dehqonchilik qilamiz, shu qonunimiz yakunlanayotgan paytida kuzda o'shalik baliq ko'limiz o'sha yerda ozgina dalani ko'rib kelgan. Tushunarli. 11 million 700 obunachilar yaxshi mol olgan ekanlar. Ko'ring, yaxshi mol katta o'lgandan beri yaxshi mol bo'libdi. Internetga yulduz bo'lib ketganlar. 3 marta chiqardim o'sha paytda. Hech kim olmadi. 9 million chiqargan. Qancha bo'lyapti Nurul aka? Vaqt. Qancha 6 vaqt? oy bo'ldi aka. Kuzda oxirida edi. Aka, yaxshida qarang 9 million. Hozir nech pul oladi deb o'ylaysiz hozir? Примерно, для интереснega. Endi bo'lsa 16-17 orasida. Aka molni 17 milliondan javob oshiq oladi, Libojeda. Narnavoni nimaga bunaqa qilib o'ynatyapsan desalar, aka kecha bozorda ko'rdim. Endi bittada qolbiga tushib olmaysan buni Oybek. Shunaqa. Ko'ti hali orqa pachkasi yo'q narsa arzon ekan. Shunaqa. Pachkasi, stoykasi yaxshi, zoti yaxshi mol bo'lsa 5 million, 4 million bari qimmatligi bor ekan. Qimmatligi bor. Bor. Endi mana uni sorta bularga teng kela olmaydi mana molniki. Aka, hozir siz menga berganlar kichkina estoniyingiz bor-ku, aytganingizdek, hozir molxonam bitsa, yili yetalayman-da, ana shu molni ko'rasiz, qarab turingda. Ana shu 1,5 yashar bo'lganda molning narxi 30 million bo'ladi. Inshaalloh aka. Xudo xolasa. Chunki inflyatsiya hisobiga ham shunaqa bo'ladi. Olganim eng uzog'i mana avgust ekan uka. Mana ularni kechroq olganman. Mana uni qishda olganman. Qishda edi. Aniq bilaman, yangi yildan keyin olmadim buni. Hop, hammasini uka xudo xolasa men ham endi hozir ota sotib yuborasanmi dedilar. Uyda yana bitta katta bor. Uni bo'yi 1.45 ekan.
O'zimni sigirimni bolasi 1 yoshi 6 oylik bo'ldi. Smitalga gibrid lekin. Onasi черный поястра, Otasi mental. Smitalga gibrid degan. Hali toza smital emas, lekin mol hozir 1.45 ga bordi ekan. Kuzgacha o'shalarni detalaymiz xudo xohlasa. Ha, xudo xohlasa. Qaytish yo'q, kuzgacha olib boraman. Kuzgacha yetkazamiz, kuzgacha go'shtga tashlaymiz, xudo xohlasa. Uni ham bir video qilamiz, obzor qilamiz. Obzor qilamiz, xudo xohlasa. Aka, persik yuklanganini. Olib chiqdik o'zi, sotib orasanmi dedilar, keyin maslahat qildik, sotmaydigan bo'ldik. Fikirdan qaytdingiz. Akalar, chorva olib hech kim ziyon qilgani yo'q. Mana shuni umumiy summasini hisoblashsa hozir Nurullo akamga qarab 45 million atrofiga to'xtayapti. Lekin oy kun o'taveradi, vaqt o'taveradi, umr o'taveradi. Ko'ring, shu dalalarda yegan, shu bu mollar usulinni yemagan, ha, bilinib turibdi. Xotiga yurgan mollar. Oddiy shu xashak, silos, keyin shu ozgina etini yo'qotmaslik uchun bir kosadan kunjaraydi bular. Tushunarli. Hali ortiqcha endi asli bersang yaxshi uka. Asli bersa yaxshi. Bersa yaxshi. Endi bizga ham qaror zo'r emas, tan olish kerak. Endi bizning ishimiz mana bilan bo'lib, uyda odam bo'ladi, ukam bo'ladi, har xil vaziyat hali. Muqim bir kishi qarab tursa agar bularning tarbiyasini yaxshi qilsa uka, o'tkazib yuboradi. Chunki o'zim bergan mollarda amakilarimga, qarindosh urug'larim ko'p oldi. Ular zo'r foyda qildi haqiqatan, ha. Ular endi olib kirgan moli mendan ko'ra yaxshiroq natijaga erishdi. Chunki ularni qarovi, natija rejim bo'lganda, rejim bo'lgan. Men ham hozir uydagi mollarimda otam rejimga qo'yib qaraydi, haqiqatan o'zgarish zo'r. Shunaqa. Muqim bitta inson borda uni nazorat qilib turadigan. O'sha uchun hayvon boqqanda o'sha soatiga, daqiqasiga qo'yib. Lekin Oybek bitta narsa mana shu molni chiqaradi uka. Videoni ko'rishmagan 15-20 kun orasida endi o'zgarishga keldi mana shu mana. Mol yaxshi badan olyapti ekan, lekin ichida eng zo'r badan olayotgan ana shu ekan lekin aka. Yaxshi badan olyapti ekan, badani lapillab qolibdi-da molda. Shunday ekan. Endi nima deymiz? Yomg'ir yog'yapti akalar, hammalarga o'xshaydi. Videomiz cho'zildi. Endi asosiy kerakli joyini olinglar. Bu yoq endi prosta hali dili bo'sh vaqtingiz bo'lsa, akalar. Gapsiz. Otangizga rahmat. Aka, maqsad bitta. Men doim aytaman, qayerdan bo'lsa ham chorva olib qo'ying. Ishonavering, bir kuningizga kar keladiki, Xudo xolasa Alloh taolo baraka ham boshqacha bir uyga chaqirib turadi. Aka, mol olasizmi, qo'y olasizmi? Maza qilib olib boqing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. Maslahat kerakmi, mol kerakmi? O'sha gap akalar.